Qashqarda Orda, Jama va Bozor. Abduvali Ayub. Qaraxon atalgan Bovla paytaxt qilgan Qashqar bugungacha Uyg'ur madaniyatida muhtaram mo'sbitlardek salopatga ega. Uyg'urni tushunish uchun Qashqarni ko'proq varaqlash, o'qish, yodlash va tafakkur qilishga to'g'ri keldi. Bugungi Qashqar heytgohni o'q qilib aylandi. Jamadan chiqsaq Orda oldi, Xon bozori ko'zimizga chiliqidi. Jama, Orda va bozor bir uch buloq hosil qiladi. Uyg'ur madaniyati mushu 3 nuqta orqali tutashgan bir tekshilik. Men bu tekshilikning markazida turib, doim xiyolga ketatdim. Necha ming yillardan beri yiqilmay mustahkam turgan Uyg'ur madaniyatining taraqqiyotida ajdodlarning bu 3 putni bir-biriga so'qmay, chirmoq soldirmay tutib turgan farosati angushlardek muhim rol o'ynagan. Ajdodlar tafakkur tarixida tijorat, hokimiyat va ma'naviyatni bir-biriga zidlashtirmay moslashtirgan. Ular bu 3 omilning tangpongligi va hamkorligini taraqqiyot uchun motor qilgan. Uyg'urlar bu 3 turikni birlashtirishdek bema'nilikka yo'l qo'ymagan. Shohlarimiz Ordani masjid qilib olmagan, o'limalarimiz bozorga taroz ko'tarib kirib olmagan. Puldorlarimiz heytgohning ichiga dukkan ochmagan yoki salli yo'gab mihrobga chiqib olmagan. Boylar odatda tijoratga mashg'ul bo'lib, zakot, fitra, o'shran berishda jamiyada anglaganga amal qilgan. Amaldorlar ibodatni masjidda qilgan bilan yurtdorlikni Ordada o'z qonuniyati va davlatchilik yo'suni bilan yurgizgan. Olimlar madrasaning vaqfisi bilan turmush kechirib, umrini ilmga atagan. Orda yoki tijoratga yontayoq bo'lmagan. Bu uch kuchning tizginini o'zida tutmoqchi bo'lgan noinsoflar Uyg'ur tarixida izchil chiqib turgan. Oppoq xo'ja vakillik qilgan jaholatchi kuchning maqsadi mushu 3 nuqtani o'zida tizginlash edi. Shunga ular diniy nufuziga qanoat qilmay, Ordaga ko'z tikkan. Huquq orqali tijoratni kontrol qilgan. Natijada Uyg'urlarning tafakkurdagi 3 nuqtaga tang amal qiladigan, 3 nuqtaning markazida yashaydigan, 3 nuqtaning tangponligida masalalarga qaror beradigan ilmiylik suslashib ketgan. Kishilar jamiyatga ilohiyat va ruhaniylik panjarasidan qaraydigan, dunyoni oq va qora deb ikkiga ayirib tonaydigan, hamma ishdan oq-qorani ayirayman deb asabiylarcha kuchab orada ko'k, qizil va seriq omillarning mavjudligini inkor qiladigan bo'lib ketgan. Oqibatda kishilar har qanday ishda, har qanday masalaga yo'liqsa, oq tog'liq va qora tog'liq bo'lib, ayrilish kesiliga giribtor bo'lgan. Holbuki Uyg'urda hokimiyat, ro'yat va tijoratga tang e'tibor beradigan bu ruh butunlay yo'qolib ketmagach, Uyg'urlar toki bugungi kunlardami Xitoyda ikkinchi cho'ng kuchlik millat bo'lib, dunyodagi ikkinchi cho'ng iqtisodiy kuchga taqobil turib kelmoqda. Bu taqobillikning tijorat, ruhiyat va siyosiy jihatdagi ifodalarini selishtirish orqali texim ro'shan ko'ra olamiz. Xitoyda garchi amalga oshmagan bo'lsa-mu, Tibetlar Uyg'urlar bilan o'xshash avtonomiya huquqiga ega millat. Men ishlagan maktabda eng huquqli 3 millat Xitoy, Tungan va Tibet edi. Gansu o'lkasida huquq taqsimotimi mushu 3 millat orasida bo'ladi. Vaholanki Tibetlarning siyosiy huquqi bo'lgan bilan tijoratda bo'sh edi. Maktab ichida Tungan, Uyg'ur, Xitoy ochgan oshxonalar bor. Ammo Tibet ochgan ne bir oshxona, ne bir dukkan yo'q edi. Men Xitoyning Lanju shahrida xizmat yurgan chog'larimda shaharning ovat joylarida bir qancha o'rinda izchil kam bo'lmay kelgan Uyg'ur taomlaridan huzurlanib keldim. Hatto Uyg'urlar o'rin elib qosh-tosh va raxt tijoratim qilgan bo'ldi. Undan boshqa quruq yal yemish, joy namoz va shapaq to'pi tijorat qiladigan yaqin og'in birodarlarim bor edi. Shunga Uyg'ur bolalar faoliyat qilishda maktabdan iqtisod hal qila olmasa, boylardan yig'ish qilib gul keltiradi. Tibet o'quvchilarining maktab iqtisod bermasa, amal yo'q edi. Uyg'ur o'quvchilarining masjidi shaharda bo'lg'ach, yig'ilish ko'p va qulay edi. Tibetlar boradigan butxonalar tog'da bo'lg'ach, odatda bora oladiganlar oz bo'ladi. Tunganlar masjidda, bozorda bo'lgan bilan Xitoyning qarshisidagi bir madaniyat, bir siyosiy kuch sifatida mavjud emas edi. Maktabda bo'lgan san'at, tanarkat va turli ko'raklarda bir kuch bo'lib o'tirg'i chiqolmaydi.
Ular o'ziga xos til, ideya va harakat bilan gavda bo'lib, boshqalarga o'zini namoyon qilishga qodir emas edi. Nagan-naganda yuz beradigan noroziliklarda Uyg'ur bolalarining do'ppa va atlaslik turqi sapning oldiga chiqatdi. Saqchilarning tintishlari, yuqorining buyruqlari maktab ma'muriyatiga bir milliy kuchdan, kompartiyaga raqobatchi bir siyosiy nupuzning suridan derak berib turadi. Xitoy islohotga yurish qilib, bozorga yuzlanganda Uyg'urlar bozorda kavobni umumlashtirib muvaffaqiyat qozondi. Guangzhouda rasta ichib Xitoylarga bozorning nimaligini o'rgatdi. Xitoyda namoyish qilishga yo'l qo'yilgandan keyin Beyjingda tunji namoyishni qilganlar Uyg'urlar edi. Uyg'urlar mustahkam e'tiqodi bilan Xitoy musulmonlari deyilsa, dunyoning ko'ziga oldi bilan tashlanadigan millat bo'lib qoldi. Bugun qaraydigan bo'lsak, Xitoyda Uyg'ur o'ziga mansub yemak-ichmak, kiyim-kechak, kitobchilik bozori, kino bozori, san'at bozori paydo qiladigan millat bo'lib qoldi. Demak, Uyg'ur yanla bozordan, ma'naviyatdan va hokimiyatdan o'z ulushini talashayotgan. Bu omillarning hech birida murassa qilmay, eng keskin kurash qilayotgan millat. Uyg'urlar Xitoyda pul bozorini ochgan millat. Avam Xitoylar texcha dollar bilan yuanning ayrivashlash nisbatini bilolmay yurgan chaqlarda Ortuch, Bashkiram, G'ulja qatorliq yurtlarning shunqarlari Guangzhou, Shanxay, Beyjinglarda uchib yurib dollarchilik qilgan. Hatto Uyg'urlarning bundaq pulchilik tijorat turi g'arbliklarning Xitoy sayohat qo'llanmalariga kirgizilgan. Tashqi pirvod zapisiga xel cho'ng ta'sir ko'rsatgan. Bo'libmi, O'rta Osiyo bozori ochilganda Xitoy banklari o'xshamagan ellarning pullarini ko'rib boqmagan sharoitda Uyg'urlar shu pullarning savdosini qilib beyigan. Heytgahda turib his qilg'ili bo'ladigan bozor, o'rda va ruhiyat degan bu uch omil qonun tuzadigan, qonun bo'yicha hukm qiladigan va hukmni ijro qiladigan uch organning bo'lishini taqozo qiladi. Bu g'arbda deyilayotgan parlament, hukumat va sotning qiladigan ishlari edi. Burun bozorda olarman bilan satarman kelisholmasa, qozi qonun bo'yicha ayirib, qozi chiqargan hukmni amaldorlar ijro qiladi. Demak, Uyg'urlarda bo'lgan o'rda, bozor va ruhiyat degan uch omil keyingi parlament, sot va hukumat degan uch omilga taraqqiy qilgan bo'lsa, buni demokratik tuzum degan bo'lardik. Uyg'urga hokimiyat, tijorat va ruhiyatdan iborat 3 yiltizdan demokratiya unib chiqadigan bir davriy sharoit bo'lmaganning ustiga 1949-yili kompartiya bularning hammani yig'ib oppoq xo'jaga o'xshash ostiga bostirib oldi. Xalqni ezguchi va ezilguchi deb ikki qutbga ayirib, tarixdan otang bozor, onang bozor deb rizqini bozordan tepib yeydigan bu millatning tafakkur usulini o'zgartirishga boshladi. Shuning bilan bir qism kishilar hokimiyat va tijoratga masjidda turibla qaror chiqaradigan bo'lib oldi. Ba'zilar hokimiyat tarafga o'tib, ruhiyatga qozi bo'lib oldi. Ba'zi tijoratchilar bozor ichishda o'lmaga tayinib, yuz yuydigan so'pindan tortib, qo'l aytadigan qog'ozgacha fatvo so'raydigan kunga qoldi. Kishilar uydagi hisob talog'i to'g'ri kelmasa, tijoratning qonuniyatidan ko'rib, bu sohaning ilmdorlarini izdamay, mollani izlaydigan g'alit xuyliq bo'lib oldi. 2000 yildan ortiq tarixga ega Qashqarni yo'lab turgan otang bozor, onang bozor, kojni bozor o'ngshaydi. Mangu o'lmaydigandek tijorat qil, atili o'ldigandek ibodat qil degan qarashlar Uyg'urning dasturxoniga tarimdek barakat, ilidek sharbat ato qilib keldi. Uyg'ur garchi bu shahardagi o'rda hokimiyatdan ayrilib qolgan bo'lsa-mu, qalbida o'zini bu zamonga hokim sanashdan voz kechgani yo'q. Ular yanala hokimlik ruhida bozorga loyiq yasanib, jamoalarni obod qilib, dunyoga ta'tir yo'llarni bir chiroyli o'ngshab yashab kelmoqda. Necha ming yildan buyon hokimiyat, tijorat va ilohiyatga tangpun qarab, biriga birini zid qilmay, birini deb yana biridan voz kechmay, zamonaviy hayotga yuzlangan bu millatning qadamlari yanada mazmun. Uyg'urga bozorli bo'lsa vijdon, nomus, iman va inovatlarning mujassimi bo'lgan ma'naviyatdan boshqa hammani pul qila oladi.
Heyitgahni o'q qilib samo selayotgan bu xalq dunyodan iborat bu cho'ng bozorda qadamlarni taraqqiyot ritmiga tangshimasa, bozorga boqmasa, tafakkurdagi tangpongliq, tartib va tamkinlikni saqlamasa, bir-biriga putlashib ketadiganligini, tijoratda kojlik qilsa, ziyonga qoladiganini obdan biladi.